Nishinoy Tokyo. Hozir Ginzani aytyapman. Kecha Ginzaga boray dedi-yu. Nima desam? За красота. Токио, да. Красота. To'g'ri. Hozir Ginzadamiz. Ginza. Shu yerni ko'rsat dedimi? Shu yerdan olaylik deb narsani. Ginzada olaylik. Shunday bo'lib ketdi. O'shaning ham Yevropa ittifoqidan chiqib yubordida. Uzilib ketdi. O'sha Ginzani asosiy ko'chasi mana bu. Shu yerda. Qarab qo'yasiz, bitta qarang. Ay, ko'chani qarang. Qanday Ginza. Dubayda turgan uyni yonidami? Bu yoqdan keldik biz. Biz bu yoqdan keldik ha. Nari ko'prikdan. Endi bu ko'prikdan olib keldik. Dada ko'ryapsizmi? Chiroylimi? Nerede? Ana krasota. Ay bir kötü onu. Gördüm. Köprükten. Şey yapmadan Lisaçı köprükte. Lisaçı most. Söyleyeceğim böyle. Mana Olimpiyskiy городок Tokyo 4 yil oldin mana shu yerda yashaganmiz. Olimpiyadada Bahodirni chempion qilib ketdik, Alloh uchun. Kelyapmiz. Hozirda yaponlarning uyi qilib yuborishgan bu yer. Uyga berib yuborgan, endi uyga bersa ham ko'chasida yursak bo'ladi-ku. Qarang, qanday chiroyli joylar. U payti mana bu endi Coviddan chiqayotgan paytida uncha aylanishga yo'q edi, возможно. Mana yerdan kuniga avtobusda kelardik, chapga burilardik. Bo'ydan. Güzel.
Ha. Ana shu yerlarda ham yaratadi. Davrlar o'tdi. Vaqt o'tib ketyapti. 4 yil bo'ldi. Biz ikkinchi olimpiada ham o'tdi. Ana o uzun dom derdik o'sha bizga nima bo'lardi? Orientir. Oq. Orientir. Ana chiroyli nima turibdi. Qilichga o'xshab. Chetroq. Krasota. Просто. Tokio zo'rda baribir Tokio. Yana nasib qildi kelish. Ilohim hammaga nasib qilsin. Ajoyib toza havo, kechqurunda sayr. Kelib oldik o'sha nimaga? Olimpiya shaharchasiga. Tokioda bo'lgan 21-yilgi olimpiadani shaharchasi mana shu. Shu yerdan chapga burilib ketardik-da. Mana yozib qo'yibdi. 20-yil deb yozilgan. 1 yil kech bo'luvdi. Mana shunda kirib ketardik. Gap yo'q. Nasib qildi kelish. Mana shunda garadokka qarab ketardik. O'sha paytlar. Hozir endi nimalarga berib yuborilgan, ha? Ha, yaponlar. Hozir bizni turgan nimani uyni ko'rsataman senga. Mana shunday kelinardi. Shu. Mana uni ichi nima edi? Stolovoy. Stolovoy mana shu. Ha, mana yer Olimpiyskiy shtabida. Olimpiya qo'mitasi shtabi o'ng tarafda mana. Zal bor edi bu yerda. O nima edi? Trofka qilardi bolalar chiqib. Fitness zal. Shu edi. Bu Spirit bor. ana o'ng taraf. Ha. Mana shunday edi. Mana yerdan chapga burilamiz. Burilsak mana pitaniya ovqat beradigan nima edi? Stolov. To'g'ri ketardik har kuni. Velosipedda. Yo, avtobus yo'q edi-da. Bu yer yopiq edi-ku, yopiq zona edi. Hech kim o'tib bo'lmadi. Sport kapitan. Ha, u yerda o'sha naryoqda boya burilgan joyimiz chapga. Burildik-ku, o'sha joyda edi. O'sha yerda edi u nima park. Ha, park o'sha yerda edi. Bunday yurardik aylanib. Ana qurilish yo'q edi lekin endi qurilyapti. Uzun ikkita yo'q edi. Mana chap tarafda edi-da. Yurardik mana shu yerlarda. Yangi rayonda bu tushgan. Mana shu yerda kirib ketilardi. Bitani. Ana shuna ketardik. Velosipedda. Mana yerda katta nima bor edi bir. Ana Olimpiadaning nimasi. Yo'q. Yo'q, yumaloqchasi nariyoqda edi hozir. Olimpiadaning belgisi edi, yozib qo'yilgan. Mana zdaniya bizniki edi, ana o'ng tarafdagi. Biz yashagan. Ana shu yerda turardik. 3-dan etajda esimdan chiqib ketdi to'g'ri. 8midi, 9midi. Shu yerda. Mana shu yerda edi. Mana shu yerga chiqib yig'ilganmiz. Paraddan ochilishiga. Mana shu yerdan tepadan men pastda o'tirardik. Bob, Bahor, bolalarda, shu yerda yashadik. Tepada. Mana shu o'zing o'yla, mana shu domda yotganmiz-da, yashaganmiz. Sen tushunyapsanmi? Tarixiy joyga aylandi. Ha, endi mana shu domning ichida yurganmiz. Bu yerda hozir odamlar yashayapti. Mana yerda bor edi, olib tashlabdi Olimpiyskiy kaltsoni. Kaltso turardi. Ha, mana shu yerda Olimpiyskiy kaltso turardi. Yozuv qolmagan, katta kaltso edi u. Nimaga oladi bilmayman. Pastida yozuv. Ona Tokio turibdi, mo'j pastga olgandir. Ko'ramiz.
Tokyo'da yozib o'shamas. Yo'q, emas edi. Mana yerda ana ustida izib turibdi, ana ikkita turibdi-ku. Ana shu yerda aytdi. Yo'q, olib tashlabdi. Pastda stadionga o'xshagan nima bor? Stadion pastda. Ha, pastda ana yugurib chopilardi, krug, tromka qilardik. Ana shu yerda. Ana uni yozib o'tiribdi, lekin haligisi. Ha, ustida nimasini olib tashlabdi-da, kalsoni. Menimcha kalsoni boyagi joyga qo'ygan. Boya ko'rdik-ku. U yoqda yo'q edi-da u kalso. Hozir qaytishda. Ha, qaytishda ko'ramiz. Mana shu yerda kalso turardi ustida. Mana shu yerda aytdi kalso. Kalsoni olib tashlabdi. Ustida edi kalso. Nimaga olgan bilmayman. Mana Tokyoni qara. Yozuvni. Tokyo. Ko'rinmaydi bu yozuv. Borib rasmga tushganda ham ko'rinmay turibdi-da. Kunduz kuni kelamiz, ha? Mana shu o'tirdik, mana shu eslab, shu yerni biroz juda dam oldim. Baribir o'tgan narsani, yaxshi narsalarni eslash mazada. Mana shu yerda yugurardi bolalar, mana yerda lapa ishlardim Bahodirga. Shu yerda mana yerda kalso bor edi, yo'q kalso. O tepada biz yotgan xonaga chiqamizmi? Kim yashayotgan bo'lsa? Taqillatib mana shu yerda biz turganmiz deb. Nechinchi qavat edi? Mana 8 midi deymanda, mana. Ili 6 midi shunday edi. Eshikaliga qo'yganlar. Ha, endi odam turibdi-da, chastni bo'lib ketgan. Yana politsiyaga berib yubormasin. Olimpiadani tushunadimi ular? Tushunadi, lekin sen gaplashasan-da. Bular ham Xursand bo'lib yashashsa kerak, tarixiy joyda. Bular ham zo'r garadok deyishdi. Вообще zo'r garadok. Ana yerdan kirilardi. Parijdagi garadokka ham bordim-da yaqinda, mana 2 oy oldin menimcha. Mayda bordim. Mana shu 1 yil o'tibdi. Parijdagi garadokka ham borib aylandim, ko'rdim. Bu yoqqa ham nasib qildi. Hamma endi Rio de Janeyroga ham bordim, lekin garadokka kira olmadim. Endi bu yerda toza onimday bemalol vaqtimiz yo'q edi. Shuning uchun garadok mana endi kirardik-da biz. Mana shunday o'tardik, bu ochiladimi yo'qmi? To'g'ridan ana o'tirardi. To'g'ri bu yerda, mana yerda nima, chap tarafda nima edi? Nima edi? Ana katta ekran qo'yib qo'yuvdi. Ekran. Olimpiada ko'rsatilardi. Mana shunday chiqardik, mana yerda hamma har kuni shu uchrash, bir-biri bilan to'qnash kelgan. Tepadan baqirgan, oynadan, balkondan biznikilar. Mana shunday bo'lib yurardik. Mana yoqqa ovqatga borardik. Velosiped o'g'irlagan bolalar birovnikini. Ular kiygan, qani velosipedini. Mana shunday işte. Zo'r mazza edi. Shu uzun nima orientir bo'lardi-da, mana shu yerdan kirib, qara qanday garadok. Birinchi olimpiada, birinchi chempion Ulug'bek bo'ldi, Rashidov. Taekvondodan. O'zi yosh, o'zi ham tushunmayapti, chempion olimpiyaga bo'lgan. Shunaqa havas qildim. Qani dedim, hozir Bahodir chempion bo'lsa, G'olib Bahodirni tushishigacha yana bir hafta kamida bor. Shunaqa ichi ezilib ketgan. Keyin Akbar bo'ldi, Jo'rayev. U ham yosh. Oxiri Bahodir bo'ldi-da. Uchalasi. Shunaqa xursand o'shani esladim. Ulug'bek kirib kelganini, Ulug'bekni kutib oldim-da, Akbarni ham kutib olganman. Pastda, boya kirgan joyimizda pastda. Qanday? Olimpiyaskiy zolta boshqachada. Uni ashinasi 1 yil, 2 yil ketmay turadi. Bir umr qoladi-da. Mana shu eslaganingda xursand bo'l. Oyoq mazza qilyapti tut. Shaharga borguncha yolg'onlar katta bo'lganmiz-ku. O'shanga Tokyoni ko'chalarini ko'rib yo'llanmar yurgim keldi, to'g'risi. Juda ham toza, ha?
Yoshligimiz yalang'och o'tdi-ku. O'sha damlarda. Eshak minib, mol haydab. Cho'milib, ana nimalarda? Balchiq suvlarda. Latok suvlarda. Xotiralar esga olyapti. Chiroyli ekan-a? Ha, Osmon ko'pi. Rainbow Bridge dedi. Olimpiyskiy ko'rdi. Aylanadidan ochnoya tunga. Ha, Bar nimalar borda, hammasi. Ana. Diqqat qilamiz do'stlar, kulminatsiya musobaqaning eng yaxshi futbolchisi. Musobaqaning eng yaxshi futbolchisi Sport.uz jamoasi a'zosi Oybek Qilichev. Sovrinda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Oybek Amilovich Qosimov topshiradi. Oybek Qilichevga Oybek Qosimov. Marhamat. Osma ko'prik, ha? Tokiodagi Osma ko'prik. Kecha tunda tomosha qilib yurdik, o'sha yoqqa keldik. Opa tushirib nimani oynani? Zo'r oladi. Ana Osma ko'prik. Nariyoqdan yurib ko'rdik-da. Tokioni. Ana. Ana chiroyli. Krasota Tokio. Просто krasota. Shunaqa chiroyli. Yana ham chiroyli ota-ona yoningda bo'lsa. Eng go'zal manzara hayotda. Ana Bizgarodok tarafta mana o. Bu tarafdan kiryapmizlar Bizgarodokni. Ha? yo'lda. Ana bu tarafda, orqasidan kelyapmiz-da. Yana krasota. Covid'da kelgandim Tokioga. Lekin mana hozir Tokioga kelganday bo'ldim-da. Bu safar sabot, hamma narsa ochiq, ana zapret yo'q, kontrol Covid'dagidek qiyin emas. Juda qattiq bo'ldi.
Ha, o'shani o'tasan, ko'rasan, bilasan-a? Ikkinchi etazdan ketyapmiz. Она уважение какое. Просто уважение. Даже проиграл и то уважение. Поставила коза, да? Yonida rasmga tushsa kim bo'ladi? Ha, kelishamiz. Перчатка его. Поэтому ваши перчатки тоже проверяют. Смотрите. Вы же мне подарили, Да, я вспомнил, да. что здесь это. А без тренера нельзя же, короче. Проходите. Он, оказывается, знал, что вы придете, и вот специально сделал этот слайд. Отлично. でもすごく礼儀正しくていい方。 Короче, если бы у нас время было, бы мы его накачали, говорит. У нас. Время мало было. Он чуть за 2 недели, да. Ну, зато узнали, вот теперь у нас такой есть этот аппарат. Да. Короче, вот эта уникальная же система, только патенты разработали. И он хотел, чтобы иной он победил, да? ああ、でもすごい綺麗ですね。 Микроскоп. Вот Ну, вот новый водород. все здесь, да? Водород мы хотим дышать. В Японии, да? Это микроскоп. Это кровь, да, мой? Да, 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 вот двигается, видите, да, потихонечку, потихонечку. Это. Спиду вот у нас でも綺麗ですね。意外と血流はいいと思いますよ。 動きは動き。 動きなんですね。もう少しみたいですね。あ、すみません。もう少しあるかな。あ、大丈夫。綺麗すごいでもすごい綺麗ですよ。動きは動き。綺麗まっすぐ綺麗にもう少し拡大できるかな。五光さんのだとこれぐらいですかね。これぐらい綺麗です。 Но сразу видно, что вы спортом занимаетесь, прям у вас ровные, да, короче. Я тебе еще そうですね。まあ吸ってていただいて、ちょっとこれ見といてもらって、後でまた。はい、一回ね。うんお菓子 Все, も давайте. されたり
Сейчас. Мы стартしますか? Уже старт пошел у вас. Можете, потом этот... Видите, я как дышу. Видите, да? Вы больше тренируетесь, чем мы. Я как дышу. Потому что у вас каждый день кислородом же, водородом. Смотрите, вот. Видите, у меня прям... もっと激しく回ってほしいですね。 У вас такой, да? Длинный. Да, длинный. Но движение не такое активное. Да? Надо же еще должно быть, да, еще активнее. Скоро хочешь? Я говорю, это хочу я, короче. Ha. Скоро хочешь? Как anamı tavlama Fuji, да? Япония, Fuji. Я говорю, вот этот стакан я хочу. Да. ありますよ。お願いします。そうですか。私もピッチしたくなる人в Японию. Да, да, да. これね、上にね、ワインとか入れても綺麗なんですよ。 Вино если нальете, вообще, короче. これこうですね、こう、 О, こうですね、こうでいろんな色、お酒色ちょっとついてるじゃないですか。 это 横から見ると綺麗なんですよ。 О, вообще, вот это тема, оказывается. да. Вот こ стакан. れですね、これ江戸切子なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。これね、 Это вам подарок. 私も欲しいですこれ。いやお願いします先生これ。なんでпочему ему такой подарок? Мне тоже хочу такой. Вот такой. А, это хорошо, видите, деревянно будет специально, оказывается, изготовлено. А, Это чисто японский. Спасибо большое. Это вот. А? Будет Фудзияма. Ух, Харэнг блестит этот А, Фудзияма. блестит, смотрите, снег. Фудзияма блестит, да. すごいこれ。すごいですね。 Блин, надо еще мне заказать. Альбеку подарок сделал. Круто же это подарок. Да, очень Нет ли круто. таких подарков? O'shan tunnelda aldık video tunnelda svetda. А, yonyapti. Вообще, вот это вообще круто, оказывается. Супер. Я просто... ああ、よかったです。 На- アダプターですね。ああ、やっぱ綺麗だな。うん、すごい綺麗ですね。 動いたの見える今。ちょっと上に。今はこれ以上無理なんですよね。買っちゃってる白血球の動きが見たいんだよね。 Активно, да? あ、でもやっぱ動きが良くなってますね。 А, 早い早い。 этот увеличила скорость вращения этих. Кровь. Да. Кровообращение. Вот видите, даже здесь начали появляться. Вот помните, вот эти начали. Да, да, да. Где не Не было. было, не да, было. この да, 間見るともう動きが速いの見えますよ。すごい。 Вот, уже новые появились. да. Да, да, да. То Точки, есть, да? куда не ходила, кровь начала появляться. で白っぽく見えてくるんですよ。 Курема. どの辺？この辺？ Мотто, окино, митара, мотто, вакару. もっとわかります。 Давайте сделаем, короче, ну, я вам потом, я им сказал, если профессионально, короче, микроскоп, вообще, короче, увидеть, да? Мы у Гугно Хайдес. А вот видите, зарождается новый, вот. Где эти, короче, вот здесь. Белый. Да, вот. Здесь вот такие начали эти, короче. Сейчас не тот, ну. Гугно только кроме. А, он да, мелкий показывает, да, ближе Всё показывает, да? начал, да? あ、動いてる動いてる。 А, видите. Да, движется. Вот. そうなんです。ただ赤黒く見えてただけなので。 Вот, смотрите. もう白血球の動きがすごく見えるようになるので、白っぽくなって。 Как черви, да, двигается, да? Да, вот это черви. Это то есть у вас везде капилляры начали Да, кровь движется, зарождаться. да. Это крутой, короче, да.
Вот у нас же самая с вами проблема, кровь не доходит Да, до да, сердца. да, нужно место, Он, короче, чук-чук-чук-чук-чук делает, да? Вот, смотрите, вот скорость, смотрите, вот. Можете вот что-то... Посмотрите, вот это, смотрите, вот скорость. Да, да, видел. Видите, да? Да, Тык-тык-тык да. пошла. Тромбомайды. Это скорость, короче, дает тебе тромбомайды, да? Когда останавливается кровь, вот тогда тромб начинает. Они начинают движение. Поэтому вы... Тромб появляется. Я сначала же, вот когда мне сказали, мне же тоже 4 стента, я вот думаю, что-то надо такое новенькое. И спросил, говорит, врач, говорит, давай, короче. В принципе, говорит, у тебя лекарства крутые, ну не надо, говорит, это. Я говорю, нет, надо. Угутин. А вот смотрите, вот кровь, смотрите, видите кровь? Да, Скорость. да. Вот увеличили. Они вот раньше вот так были. Вот так, тик-тик-тик-тик. Вот так. Водородом дышать. Это полезно. Вот трубочку снять. А? Поменять хочется, да. А? Он сказал же, я еще буду делать. Ana dadamni nimasi, dadam. Xoningiz. Qarang, как Ох, движется. ох, блин, смотрите какой, ох, Да, блин, да, вас. да, да. Вот у вас, видите, вообще, короче, о, смотрите, как скорость. Вау. У вас конкретно, видите, Qonunda qimillayapti. у вас быстро, да, видите результат? Результат быстрый, короче. Вау, смотрите, скорость какой. Скорость сугой хаяй. わかりやすい、すごくわかりやすい。お父さん、お父さん。 Qarang, qon aylanishini dadam. На, вообще скорость у вас какая побольше. Ох, смотрите. 2分ぐらいで速くなりますか。 Смотрите, как начали водородить, через 2 минуты уже начинается движение. Да. 最初のカメラだとこんな感じだったの。お父さんのこれ最初の。 Вот, вначале они не потихоньку, не А, потихоньку. это boshidagi nima edi? わ、すごい。あ、すごい元気に動いてる。お父さん多分一番静かに集中して吸ってたから。そうだ、お母さん、お母さん。お母さんも Садитесь сюда. Вот сейчас мне расскажет, как это водород. Он в воду. Тоже, внизу. Смотрите, когда вот такой шланг есть, あ ここにつなぎ сюда ます。 чик あ делаете. ああ で、次にВнизу. 水と Вот такой этот. あ Но у них есть свой этот, короче, пробка своя. あ Вот убираете просто. Да. Обычная визу. あ Пробку свою. あ Вот, всё, смотрите. А. Она какая, да? Мягкая, видите? Мягкие, да, да. Теперь да, дальше, смотрите. Да. で、これを Сюда. И? あ こうすると а Вот, пошел смотреть, видите, да? уже водород пошел, да? Да, водород пошел. Вот это мне на нос поставили, именно И этот водород темп, шел, этот темп идет, шел, да, дальше? Да. Он, водород такой шел. Вот, Да. в нос. Сколько должен держаться вот так? Держит Край- минуту, чтобы Край- край- полный водородный водород. 自分で止まるの自分で止まります。 А, куда? А он как на полном сам отключится. Как водород. 一定量入ったらもう。 Это сам отключится, да? Да. 自動でこ А вот здесь автоматически увидишь, что здесь полный, короче. セットした圧力になったら止まれる。 Когда все сделаете, он автоматически сам. Здесь какие кнопки? Мне Вот что я ли? нашел, вот, я потом научил он. Когда начало, короче, 1-2. Когда выключать 2 и 1. Понял. Включать, да? Да, Выключить, да, да? да. Я Включить? Вот включить, когда 1-2. Вот, Один, потом два. Вот смотрите, сейчас зайдите, я вам покажу. もうこれほっといても大丈夫です。で、今もう設定圧力。 Смотри, даже если забыли, он этот не будет дальше, короче. Да, понял. Просто так. Да? Нет, для себя тоже как делать? А сейчас я включить, да? научу, смотрите. で、外します。 Да? でも、あれでも抜けないカチカチに刺さってる。 Все, вот патрон. Это ох, жестко, да. Теперь жестко, да. Это, да. 15秒ぐらいは。 10 секунд. Sizniki ham qo'llayaptimi? И как у вас, смотрите, бегает. Бегает, Скорость да, вообще. И конкретно у вас вообще. Больше, чем у папы начал. Короче. Да. Бегает. Да. あ、早い。
OK です完成です、それで飲むのはでこのまま作った後置いといても1日2日1週間ぐらい大丈夫です Вот смотри, даже если вот так дома поставить вот так, вот с крышками такими, день, два, три может спокойно стоять. Понял, понял. で Потом 飲む時に вот так открываете и выпиваете. Сейчас. Вот. Вот, видите, вода, видите, подрак. Да, да, да. Как молоко начало становиться. Вот выпейте другое, это вода. であとはもうコカ・コーラと一緒で、開けた後はまあ、Это как кола уже когда откроют, воздух выйдет, конечно, да? Но надо вот, сначала включайте, вот так выходит. Вот смотрите, генератор все. Уходит вот это, да? Да. Сейчас переключится, смотри. Вот так, стандбай начал, стандбай. Когда стандбай сделали, вот это первый включайте, вот, один. Rich Normal. Вот Rich Normal, вот видите, вот стандарт. Вот так как Rich Normal, видите, вот это два сделайте. И уже включился, да? Да. Вот видите, open и close. Видите? Close. Все. Open это close это? Уже это работает. Работает, да. Вот flow. Поток идет. Вот так, а теперь обратно вот так flow. Open И вот так стоп. И все, да. Когда включайте обратно, выключайте обратно. Все, понял, понял. В принципе, он может работать 24 часа. Все. Воду сюда залежайте. Вот, Куда? вот сюда. Сюда. Сколько литров? Да. А? Ну, литр залейте. Вот здесь видно будет. Здесь видно будет, да. Все, понял, понял. Это как бензин залейте и все. Всё. Но только заливать не простую воду, дистиллированную. Я понял, понял. А где В аптеке продают. 5-литровый продаешь же? Это В аптеке продают. магазин. Да, тоже, В да. магазине много. Здесь дистиллированная. Да. В магазине много. Не минеральная, дистиллированная. Не минеральный-то. Дистиллированная. В аптеке продают. Понял. Дизводу, да? Аптека, да? В аптеке продают дистиллированную воду, копейки. там. Дистиллированную воду нельзя. Именно вот ストランク入ってるとやっぱ詰まるじゃないですか相手も詰まらないですよね水彩とね Оказывается, стенд, когда и ставится, есть вероятность, что он засорится. Засорится, да. Это да. не позволяет засориться. Да, ну это... Скорость большая нельзя ставить. Да, конечно, это активирует всегда. Да, да. Кровь, когда активна, всегда, и никогда никакой И, стыд, он говорит, тромба, антиоксидант, говорит, ничего он не не, будет. Да. не- 私は大体毎日3本飲んでますよ Вот в день в 3 дня. Все. 岸さんのチームは世界ナンバーワンですありがとありがとうございます先生もいるナンバーワン。先生もナンバーワンですありがとうございます う。Я сюрpriz сделаю. Hozir kelamiz. Kichkina mashinalar yuribdi mana kichkina nima ular dastavkami yo? Qaysi kichkina? Ular Aytdimi siz mana shuni Formula minmoqchi deb. bo'lsangiz prava olib keling. Shunaqa minadi narsa bor. Formula den. Gördüğünüz mashinalar ular ketyapti. Ana gonkaga o'xshab. Gonkaga o'xshaydi. Odam juda ko'p bo'ladi. bu yerda. Eng katta перекресткlardan dunyoda eng ko'p перекресткlardan bittasi mana shuda. O naryoqda. Ana dunyoda eng gustonaселенный перекресток mana shuda. Tepadan olingan dronda. Mana shu yerga yig'iladi-da. Ha, forsaj oltini ko'rmaydi. Ana odamni qarang ko'pligini. Haseko qayerda edi? Знаменитый it ham shu yerda. Egasini 7 yil kutgan it o'zi o'lgan keyin. Kutib. Ha, shu yerda. Odamlar ochilib turadi, rasmga tushadi. Rasmga tushib o'chirga turibdi, bu yerda, ya. Buni biz chiqargan bino. Mana, to'g'risi. Ustigami? Ha, u tepasi. Shu yermidi? Ha. Aniq shumi? Bo'lmadi. Shumidi? Ha. Mana shu yerda it. Hozir odamlar o'tadi, ko'rasiz. Ana odamlar o'tadi hozir. Eng знаменитый nima?
yana ketdi перекресток. Ana odamlar va bu Turistlar qarasam. turistlar hammasi qancha odam o'tishini rasmga oladi-da bu yerda. Qo'lni ko'tarib. Chiqamiz mana shu ustiga. Nima ikisi ko'rinyapti? Uzun emasmidi? Uzun. Siz uzunligini ko'rib kecha. Ketdikmi? Shunga tagiga qo'yiladigan joyi bormi-kan? はい、ではお客様大丈夫ですか？はい。 OK。はい。ではリモコンに触らずお持ちくださいね。 Sudrab. はい、動かします。 Olib kirib ketadi, keyin qayoqqa chiqaradi? Pastga. Pastga olib tushadi. Keyin olishingga ham kirib chiqarib beradi. Hozir endi pastga lift olib tushadi. Lift pastga olib tushadi, to'g'rimi? はい、お待たせいたしました。こちら。は Mana berdi. い、こちら出口となっております。 Polya ko'chalarida. Charchamadingizmi dada? Dadang kislorodni oldi endi. Ha? Vodorod nima edi? Eng sog'lom Qanday? dadangiz chiqdilar. Ha. Dadam sog'. Dadam sog'lomda. Kecha nimadan doktorda eng yaxshi nima? Aytdi. Ular chiqdilar. Bular shu yoqqa chiqamiz dada, tepada odamlarni ko'ryapsiz, kichkina. Sen pastdayding, bu moshinda bilinmaydi-da. Menga hammasi pastda. O'sha odamlar qarang ana, biz Tokioni ko'ryapti tepaga chiqib. Imoratga chiqamiz dedi. Ha, o'sha yerga chiqamiz. Tepalikda. Men Nyu-Yorkda bundan ham uzunga chiqqanman-da. Nyu-York endi Nyu-Yorkda. Ha, yo, Nyu-York lekin domlar ko'p bo'lgan bilan gryazniy-da anavi. Bu yer toza-ku. Ha, bu yer bezopasli emas, bu yerda o'g'rilar ham bor, narkoman ham yotadi, yerlar cho'zib yotadi. Bu yer. Mana Formula 1 ga o'xshab yuribdi-ku bular. Ustidagi nima? Yo. Bu nimada yuradi? Elektromobildami? Ha? Elektromobilmi? İşmaliklar yo'q bo'lsa kerak dada bu yerda. Ha? Bu Tokioda o'zi nima bo'mish deydimi? Ko'chada yotadiganlar kam. Hozir mana shu prikda bo'lish kerak. Doim bo'ladi. Bo'mishlar kam, ha? Ha, bo'mishda deyarli yo'q. Lekin mana shu yerda nimagadir Ana shu ustiga chiqamiz hozir. Yaponiyada New York davlat o'zi qanday bo'ladi?